Xitoyning poytaxti Beyjingda o'tkazilgan 2022 yillik qishliq olimpik tanharakat musobaqasining mash'ali Gretsiyada yiqildi. Qadimki Olimpiya shahrida o'tkazilgan marosimga qatnashadiganlar soniga Xitoy virusi yuqumi sababidan cheklama qo'yildi. Marosim asnosida Xitoyning kishilik huquq dafsandichiligi, jumladan Uyg'ur va Tibet siyosatiga qarshi namoyish o'tkazildi. Xitoy Xalq Ozodlik Armiyasining kundalik gazeti Amerika Markaziy axborot idorasining Beyjingga qaratgan harakatini kengaytishiga qarshi xalq urushi chaqiriq qildi. Hong Kongda chiqadigan Janubiy Xitoy atdiganlik pochtasining xabar qilishicha, Xitoy Ozodlik Armiyasi ijtimoiy aloqa hisobida e'lon qilgan bu chaqiriq Amerika Markaziy axborot idorasi CIA'ning Beyjingga qaratgan yangi tarmoq tasdiqlanganligiga qaytarilgan inkos ekan. Qatarning muavin bosh ministri va tashqi ishlar ministri Shayx Muhammad bin Abdurrahman Al-Sanining Ozarbayjonga qilgan ziyorati jarayonida ikki davlat o'rtasida pasport egalariga viza kechirim qilish kelishimi imzolandi. Xitoy yadro iqtidoriga ega darajadan tashqari boshqarilgan bomba sinaq qilayotganligi to'g'risidagi xabarni rad qilib, buning olam kemasi siniq ekanligini e'lon qildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi pul muomala vaqt gazetining shanba kuni 5 manbani asos qilib bergan xabarni inkor qildi. Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Jolijan bu boshqarilgan bomba emas, balki olam kemasi dedi. U olam kemisini qayta ishiltish uchun kerakli texnikani sinash uchun doimliq sinoq olib boradiganligini bayon qildi. Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi Xitoyning O'rta Sharqdagi diplomatiyasida Saudiya Arabiston bilan bo'lgan munosabatni oldingi o'ringa qo'yadiganligini bildirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi Saudiya Arabiston Tashqi ishlar ministri Faysal bin Farhan bilan telefonda suhbatlashdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotiga qaraganda, Wang Yi Saudiya Arabistonning Xitoyning uzun muddatlik, ishonchlik, muqim do'sti va hamrohi bo'lishni orzu qilganligini bildirgan. Germaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeier Yahudilarning jazo lagerlariga surgun qilinganligining 80 yillik munosabati bilan o'tkazilgan faoliyatda so'z qildi. Steinmeier Yevropalik Yahudilarni planliq o'ldirishni planlovchilar, yordamchilar va qo'llovchilarga yanada germanlarning mas'ul ekanligini aytdi. Koreyaning 2030 yilga borganda karbon qo'yib berishni 40% azaytishni nishon qilganligi e'lon qilindi. Klimat o'zgarishiga qarshi turish doirasida Koreya 10 yilda parnik gazi qo'yib berishni 2018 yildagi qimmatdan 40% tuvanlatishni nishonladi. Prezident Moon Jae-in noyabrda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Shotlandiyada ochiladigan boshliqlar yig'inidan ilgari yer sharining isib ketishiga taqobil turish uchun texnik kuchli to'hfa qo'shadiganligi to'g'risida va'da berdi.